Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi vatandoshlar, qarindoshlar. Hammanglar ko'rgansizlar, xabar topgansizlar. Men 2 kunning yog'i tor to'plarda bir rasmlarning so'rilib yurganini. Bu rasmda G'ulom Osmon bilan Salih Xudoyani, ya'ni Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünlü hukumatini qarilgan bir ahvol bor ekan. Qarını silkigan. Bununla tünügün qarindoshimiz Shukr Samsaq o'zining bir fikrini qo'yapti ekan. Men bugun azroq o'zimning fikrini qo'yib qo'yay. Bununla o Salih Xudoyaniki G'ulom Osmon apandining javob berishining hech hojati yo'q. Hech hojati yo'q. Chunki bu kichik bolaninki o'yinni qilgandek bir o'yin ekan bu. Bular nomusni qilmaydi ekan, izomni topmaydi ekan. Bek töven seviye bilen bunu qıptı. Demekçi kompüter seviyesi bek tövenken. Çinipli qaptı. Çaplagan resimleri. Bizde bir gap var o. Üstü görmegen şagird her kademde yorgulaydı dep. Bek yorgulap ketipti. Üstü görgen bolsa, texnikaga pishiq bo'lsa, chandolmay bir yamağı qo'ydi, chandırıp qo'yapti. Ya'ni chandırıp qo'yganligiga tan vermay, o'tirliq tashlab, ma diasporadagi Uyg'urlarni aldırmoqchi bo'lganliklari bakma ahmoqonlikda. Faqat o'zlarini aldab o'ynasa bo'ladi bular. Bularning tegimi shu aldamchilikda. Başka narsa yok. Mesela Van Kemper'in deyli, Van Kemper Tayvan'dan, yani Tayvan Demokratiya Fondi'den kuş elip, müş hükümetine karşı müş atalmış xalq sayılımı kılman dep şuraydı. Bunundan emmanlarının haberi var. Endi o Tayvan'daki Demokratiya Fondi degan atalmışqa şu Demokratiya Fondi ameliyatda ile Xitoyning saqchi punktlariga o'xshash Xitoyning jasuslik organi o. Xitoyning jasuslik organi o. Bular yol yo'riq berib, o'sha hukumatni, sürgünde hukumatni ag'dirimizlaydi. Lekin ag'diranmaydi. Hech nima qilinmaydi. Endi buningga qanday odamlar ishinidi bu Van Kemperga desa, mushu o'ziga o'xshash tizgini shu Xitoyda bo'lib qolgan Uyg'urlar, yani Uyg'urlarni ko'zir qilimiz degan Türklar o deb ko'pchilik qilib bir ish qilayotgan bir ahvol bor o'rtalikda. Buningga men demasam-mi, hammanglar ko'rib turasizlar bu ahvolni. Hukumat bo'lsa o'zining xizmatini nihoyatda yaxshi putadi. 7. ayının 15'i milletvekilleri, yani kandidat milletvekilleri sayılımını yaxshi bitadi, qolgan xizmatlarni obdan qilib ketib bordi. Ish qavaverdi, karvon ketaverdi degan gap bor. Bular qavaverdi, qaqshaverdi, yolg'onni yasaverdi, lekin ishindigan odam chiqsa bo'ladi. Ishindigan odam kim o bularga desek, aşındaq eri Xitoy yoki bo'lmasa avlodi Xitoy. Avlodi Xitoy deganimni bilasizlar, ba'zilarining xotini Xitoy, ba'zilarining eri Xitoy. Ya bo'lmasa bir yengillari Xitoy. Aşında bir Xitoylar bilan aloqasi bor. Xitoylar tarafidan ilinishib qolgan odamlar mushlarning apchorisida bo'ladi, onu ko'ramiz. Başka adamlar yaqin kelmaydi. Ezib-tezib kelib qolgan birlarimi kim pishayman yeydi. Xato kelib qolganlik uchun.